Barchaga assalomu alaykum obunachilar. Bugun FK Mobile'ga TOTS yo'nalishining 3-haftasi va yangi yo'nalish Pitch Perfect degan muzikal yo'nalish chiqqan va bugun davlatlar tarixidan Germaniya yoki Braziliya chiqishi kutilayotgandi. Qani chiqqanmi, chiqmaganmi ko'ramiz. Bugun bir qancha draft paketlarini ochamiz. TOTS yo'nalishida Dembele, Kvaratskhelia, Makelele shunga o'xshash o'yinchilar chiqqan va Pitch yangi chiqqan Sabiti muzikal yo'nalishdan esa Roberto Carlos, Rooney kartlari chiqqan va bugun biz bilan tushirishga harakat qilib ko'ramiz. Bu yerdan har payshanba beradigan olmosimizni olamiz va bu yerdan ham olmos beradi, bu yerdan olamiz. Sizlarni ham bu yerda har hafta bitta bo'lsa ham o'yin o'ynab qo'yishlarni maslahat bergan bo'lardim. Chunki bittadan mana shu head ravniy игра o'ynasanglar, ko'rib turibsizlar 1725 ta. Kam bo'lsa ham lekin bor. Endi menejer moddan olamiz. Va endi hozir bu yerda storyga o'tib olamiz. Va har doimgidek har payshanba almashadigan liga tokenga olinadigan draft va har doimgidek narsalar. Bu yerda mana ko'rib turibsizlar, Germaniya chiqdi. Hozir buni ham obzorni qilib o'tib ketaman. Va bu yerda har doimgidek draft va boshqa narsalar olasizlar. Hozir bu yerdan freeni ochib olamiz. Va bu yerdan bizga kim berar ekan? 50 ta olmos. Yaxshi. Ko'rib turibsizlar, mana bitta 2000 ta har kulli bor. 3000 talikni olgandan ko'ra bu faqat bitta ola olasizlar buni. 1000 ta olmos yoningizga qoladi. Yana ertasi kuni yana 1000 ta yig'ib buni ola olasizlar. Buni ham oldik. Va storyga qaytamiz. Bu yerdan barcha draftlarni olamiz. Resurs bo'limiga o'tib, bu yerda 4 ta. Yana 1000 ta bo'lganda 5 ta olardim. Va sizlarga bitta ko'rsatadigan zo'r narsam bor. Hozir shuni ochib olganimdan keyin aytib o'tib ketaman. Liga 1 McDonald's draft. Albatta bu bitta brend taniqasiga ochilgan bo'lsa kerak. Mana Pool A'ga 7 ta o'yinchi qoldi. Va bugungi o'yinchilar Barkoli chiqdi. Buni o'rniga duet chiqsa bo'lardi, lekin 117 kartasi bo'lsa ham. Va Gogu. Bu aslida striker, нападающий bu. Va 3 ta pozitsiya o'targan undan tashqari. O'ng qanot yarim himoyaga va o'ng qanot hujum va hujum o'zi. Va William Pacho. Bu PSG safida hozir yaxshi o'yin ko'rsatdi, lekin FK Mobile'da har doimgidek bu kartani maslahat bermayman. Chunki bundan zo'rlari tiqilyotibdi. Va Makelele ham yaxshi o'yinchi, Real muxlislari biladi buni. O'z paytida yondirgan bu o'yinchi ham. Va Usmon Dembele 152 tezlik. Luis Diaz bilan tezligi bir xil ekan, 5-5 oyoq. 152 dribling, 104 udar. Statistikasi просто bomba. Talentlari ham noyob talantlar, speed dribbler. Va Vitinha. Buni 117 kartasi menda bor, Totti kartasi. Juda ham zo'r o'yin o'tkazadi. Просто paslari bomba. Va bu karta ham juda yaxshi bo'lardi menga. Oxirgisi Nuno Mendes. Voy 155 udar nima deyapti? Faqat 155 tezlik, Chabumkum. Yangi TOTS boxda chiqqan Chabumkum. O'shanda bo'lgan 155 tezlik. Lekin boshqa o'yinchilarda ham yo'q, 155 tezlik. Va Nuno Mendesda bor. Bash qanot men kerak, Nuno Mendes zo'r bo'lardi. Va Pitch Perfect'da chiqqan o'yinchilar.
Gunnar Solskjaer. Buni Liverpool muxlislari juda yaxshi taniydi. O'sha paytda bu ham juda yondirgan o'yinlarni. Va bu karta men uchun bo'lmaydi. Meni o'zim fikrim. Chunki bundan zo'r napadachilar bor. Va 5/5 oyoqli Marek Hamšík. 119 kartasi chiqibdi buni. Zati normalniy, lekin jancha zo'r degan emas. Lekin normal. Bu yerda ko'rib turibsizlar, afsona Roberto Carlos. Buni tezligi 154. Zashniklar kuchayib ketadi-yu napadachilardan. Va talentlari ham rosa ko'p. 5/4 oyoq zashnik uchun bu zo'r. Bu karta tushib qolsa, vash zo'r bo'lardi lekin. Va oxirgisi Wayne Rooney. Manchester United prosta tak yondirgan o'yinchi bo'ladi bu va Cheres urgan goli bilan dunyoga tanilgan bu. Va bu karta ham yaxshi, ko'rib turibsizlar, 7 ta talanti bor, 7 ta. Ya'ni bitta bo'lganda to'lardi. 153 tezlik. Tezligi ko'p berish kerak ekan bu haftadagi o'yinchilarni. Va 7 ta draft bo'lsa, bugun pullarni hozir mana shu videoda ochmayman, lekin keyingi videoda nima tushganini ko'rsatib ketaman va keyingi videolarim ko'rish uchun menga obuna bo'lib qo'ying. Bo'lmasa birinchi pakimizni ochamiz. Va yurdi. Tushdi. 110 nima? Oh, Hyun View. Shu o'yinchilar bor ekan. Va yana 5 ta yurdi. Thomas Son. Va bitta buni ochib ko'ramiz. Voy. Ikkita qoldi, bitta buni, bitta to'tsa ochamiz. Yursa zo'r bo'ladi. Yo'q, yurmadi. Grimaldo. Bitta ochamiz. Va yana hech kim tushmadi. Aubameyang. Aubameyang kartasi nechida hozir? 114 midi? 114. Pas chiqarish bergan Aubameyang kartasini. Bas cho'tki o'yinchi bu ham lekin. Va hozir qiladigan ishimiz mana Germaniyada Oliver Kahnga ko'zim tushdi lekin boya. Hozir galeriyaga kiramiz. Va Germaniyaga o'tamiz. Va bugungi chiqqan o'yinchilar Anton Zashitnik. Adashmasam bu Borussia Dortmundda o'ynardi. Hozir qayerda o'ynashini bilmadim. 1 yilcha oldin Borussia Dortmundda o'ynardi bu. Baku. Sane chiqibdi, Sane. Bu o'yinchini bilgan biladi, lekin o'sha xorlab yuboribdi 114 chiqarib. Nimacha Pavlovich. Kecha Bavariya bilan pozitsiyani ko'rgan bo'lsanglar, sal bo'lsa ham foydasi tegadigan Pavlovich, lekin Bavariya yutqizib qo'ydi. Kroos, Adeyemi tezligini bitta ko'ring. 1-2. Holat. Voltemate. Yaxshi, Virtus chiqdi, Stiller, Gnabry, Derov, Oliver Kahn. Bu darvozabonni 115 kartasi bor edi. Zo'r karta bo'lardi, oltin karta bo'lardi. U faqat donat qilinib olinardi. Kimoshcha zo'r turardi lekin bu Oliver Kahn kartasi ham. Satan ko'rib turibsiz, lekin oyog'i bitta mammosi oyog'ida 5-2. Chap oyog'ida mammosi bor ekan. Bunda tepsanglar, vartadan turib tepsanglar shu deb borish mumkin. Lekin statlariga gap yo'q. Va Thomas Gerd Müller ekan bu. Gerd Müller. To'g'ri, stat sal pastroq lekin bu o'yinchi ham juda zo'r o'ynagan o'z vaqtida. Va keyingisi Miroslav Klose. Voy bu. Chiqib keta qolay. Chunki statini ko'rdinglar. Bundan 115, даже 114 Messining kartasi ham bundan yaxshi yo'q. Yana bilmadim. Bu tigara bitta Roberto Carlos fragmentini bitta ko'rdingiz. 28900. Mashina olsammikin-a? Makelele 19100. Qaysini olishni bilmaydi hali.
boshqa po'lada mana shu tushib qolmasin-da, ko'plik tushayotganiga. Mana shu tushib qolmasin-da, shuncha ochganim rasvo bo'ladi. Yoki Vitinha, yoki Dembele va eng keraklisi Nuno Mendes. Shunchasi zo'r bo'ladi arkadaşlar. Va kunlik beriladigan logindan Braziliyada fragment taqdim etyapti. Olamiz. Va 11425 ta. Va Sabizani o'zini ichiga kirib ko'ramiz. 33-haftasi. Ligada Maklonusni olamiz. Hozir bitta Premier Liga va Bundesligani tugatganman men, hammasini o'ynab. Bu yoqda nima qilarkan? Shu match o'ynaysizlar, bilmaydiganlarga aytib qo'yaman. O'yinda g'alaba qozonishingiz kerak va 3 gol yarim himoyachida urishingiz kerak va bitta hat-trick qilishingiz kerak. Любой o'yinchida. Va birinchisi bitta pozitsiya beradi va ikkinchisi bitta draft va 112 plus 114 va komandaga qo'yilgan tem. Har doimgidek oddiy chiqibdi bu ham. Va ligamizga kirib, nechidamiz hozir 67. Ancha baland yo'qdi ligada ham. Bu juda yaxshi va bu yoqdan nechta berar ekan? 8 ta. Jumbo 3800 yo'qdi menda. Va bugungi video shundan iborat edi. Yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Xayr, sog' salomat bo'ling.